8 kun. Shunaqa 8 kun tez o'tadi biz uchun. Sen uchun shunaqa xor bo'lib yashaysan Toshkentda. Yo'q, xor bo'lmayman. Zo'r bo'lishim mumkin. Ovqatsiz, kiyimsiz, uysiz yashaysan sen, ha? Xuddi o'zi qilib berayotganda. Mana ham bor, ekan nima? Senurni mash turishini sizlar ko'rmayapsizlar, men ko'rsataman, nima qilib turibdi. Telefon qo'lida. Mana ham bor aka. Rostanda. Bolalar отдельно turasizlar, men отдельно o'zim turaman. Nima mumkin emasmi? Mumkin, bor qo'lingdan kelsa. Kelmaydi deb o'ylayapsiz. Borolmaydi deb o'ylayapsizmi? Meni Vyetnamga bora olmaysan. Boshqa qanaqadir jinnicha joylarga boraverasan. Borolmaydi deb o'ylayapsiz. Aka borolmayman Vyetnamga. Yo'q. Borolmayman. Borolmaydi deb o'ylayapsiz. Bora olmaysan. Tur firmalar iltimos, Koreyacha tur bo'lsa Vyetnamga tez aloqaga chiqaylik iltimos. Yusoboddan chiqa olmaydi bu qiz. Boboga sovg'am bor, o'zini xabari yo'q, hozir ofisga chaqiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bobo qalaysan? Zo'r-ku, aka, yaxshimisiz? Qayerdasan-ku? Bajarga davolanaman aka. Va ofisga kela olasan? Da. Shu kelib ketgan ish bor edi. Bo'ldi, xo'p. Nima ish qilyapsiz? Ke. Vyetnam uchun sayohatga bilet beryapman. Boramiz hozir emotsiyasini. Kel aka. Qalaysan? Qani, otchi? Hurmatli boshchiq, sani Ozod va men birgalikda Vyetnamga sayohatga maqsad shunchaki chiroyli. Do'stlar, ichimdan o'tadi, lekin mana boradigan narsa bor-ku. Mana bu kayfda mana. Vyetnamga ketyapsan. 31-da Vyetnamga borib biz yondiramiz. Ebo, Vyetnamga ketyapsan-a? Ostki va abuking anaqada ketishyapti biznes klassda. Sen ekonomda ketyapsan, ha? Ha, qara, men Qozonda bu ham biznesda ketyapti. Sani qozonchalik qadri yo'q-ku. Oke, zato men Toshkentda qolmayapman. Xohlaganingizcha kuring, men Vyetnamga ketyapman. Shu точка aka. Ha, u Qozon biznes klassda uchib ketyapti-da. Men ekonom klassda ketyapman. Men xabar olib kelay, bolalar. Ha, ekonom deylardanmi? Ha, Sanjar aka, yaxshi o'tiring. Men o'sha oldida birinchi qatordaman aka. Zo'r bo'lsa kerak. Lekin bitta aka yutug'ingiz bor. Hammadan oldinda siz. Men orqada birinchi qatordaman. Kelib turingmi orada? Ha, menga bo'lishmaydi. Mana yopiladi-yu. Kirsang oyog'ing chopiladi. Sanjar aka, yo'q, sizga olib kelmayapman. Bizga bilet bilan yasitib beribdi aka. Ya, ma'lumot-da jon aka. Qo'y, senda ham yo'qmi? Xo'p. Xo'p. Biz Vyetnamga qarab uchyapmiz. Rustam aka mana shu yerdalar. Onasini ham sen telefonimni Vyetnamga kelishimiz bilan yo'qotib qo'ydim. O'rtoqlar, men sizlarga hozir qanaqa zo'r xonada qolganimizni ko'rsatmoqchi edim. Men bu kirdim, telefonimni mashina ustiga qo'ydim. Mana men takoy suvni yoniga qo'ydimmi yoki televizor yoniga qo'ydim, вообще eslolmayman. Telefonimni topa olmayapman, okay? Oranjeviy iPhone 17 Pro Max edi. Keyin men balkonga chiqdim. Bu meniki bu. Bu sizniki bu. Balkonga chiqdim-da, men manzaraga ozgina bundoq qarab turdim. Qara, boya u ana bitta restoranda o'tirdik-ku. O'sha yerda qolmadimi ekan? Yo'q, o'tda yo'q edi. Keyin syomka qilaman dedim-da, qo'limga oldim-da, rekka bosdim. Mana shunaqa rangi. Voy. Qo'limda ekan-ku. Shuncha qidirdim. Shuncha qidirdim. Men podpischiklarimga maqtanmoqchi edim qanaqa zo'r gashinsada qolganimizni. Endi ko'risha olmaydimi? Endi qo'ya olmayman stories endi. Bo'pti. Ulgurmadim. Birinchi emotsiyada olmoqchi edim-da videoni. Biza Vyetnamga yetib keldik, hozir sizlarga rum tur qilib beraman. Mana ikkita rum tur. Hello. Assalomu alaykum. Xonataku estetichniy. Mana nima bilasizmi? Nima? Siz bilasizku buni, podpishchilarga aytaman. Bu all inclusive, ya'ni yeb ichar VIP temboli halol Vyetnamda. Bitta narsani rostdan maqtanish kerak. Vyetnamdagi eng zo'r gastinitsada qolganmiz. Da. Bolalar undan ham maza qilganim bor. Mana shu xona. Endi izohni o'zingizga berishsan. Mana bu vanna. Bu nima? Har qanaqasiga Ibrohim bilan ham gaplashdik, Ozod bilan ham gaplashdik. Er-xotinga ham to'g'ri kelmayapti-da. Ani pardasi bor, okay, kalla bor, Parda. Men parda yopilar ekan. Lekin baba g'alati-da. Olaga lochmayapti. Bilmasam o'zingiz yozib qoldiringlar. Anaqa desam, intriga qilib. Siz aynan shu xonada qolgan bo'larmidingiz? Kim bilan qolgan bo'lar? Zatmetga qilib keting. Xo'p, qadrdonlar, Kamina Vyetnamga yetib keldi. Endi sizlarga xonani bitta obzor chiqib beraman. Ketdi.
Sizlarga bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Bu qolgan mehmonxonamizda Vyetnamdagi eng nomeradin hisoblanadi. Endi nomeradin borligi, nomeradin joylar yarashadi. Nima deylar? Tailandda tuk-tukka chiqqansan-a? U taksini biri bo'lgan. U faqat tukka o'zi bor. Tuki yo'q, ha? Mana buni qaranglar. Hello. Hello. Mana bu Vyetnamdagi taksi ekan, o'rtoqlar. Shunga o'tirib olasiz, 2 kishilik katta shaharni aylantirib, city tour qilib kelishar ekan. Ya'ni shaharni mana shunday aylantirishadi va bundan tashqari, Etbetga bormoqchi bo'lsanglar ham taksi xizmatiga eng arzoni mana shu ekan. Nima deysan? Hech narsaga nasilkadan foyda qilishyapti bular. Voy, nima bu fantaziya? Naslgidan foyda qilishyapti deydi. Bitta oyoq qo'shib qo'yibdi. Vyetnam menga yoqdi. O'ta boshqacha. Vyetnamda mana shu vibe zo'r ekan. Mana bu apparatga o'tirib olib, o qaranglar, hamma motoda. Mana hamma apparatlarda shahar aylanar ekan kechasi. Menga yoqdi, havo zo'r. Hello, hello. Voy. Ya tezroq hayda jigar, tezroq. Mana bunaqa muzikalarni qo'yib olib, ha. İçrabin Kechki Vyetnamga aylangani chiquvdik. Tailandga juda ham o'xshashib ketar ekan. Mana buni qaranglar. Ahayt. Xuddi Tailand atmosfera, do'konlari ham, odamlari ham, bu yerda odamlarni faqat mana bu apparatlarda olib yurishar ekan, tuk-tuk o'rniga. Bu yerda ham motolar trendda. Motolar juda ham arzon. Uni arendasi bir $2, $3 bo'ladi. Arzon bo'lgani bilan nobog'da ozgina qirib olsang motoni $200, $300 so'raydi deyishdi. Qani? Zo'r. Bu xonani eng shirin joyini ko'rsataymi? Mana. Voydod degan joyi. Mana bu yerda basseyn, bu yoqda akvapark, naryoqda plyaj. Qisqa qilib aytganda, plyaj yagona desak ham bo'ladi. Qumlari oppoq, nasib qilsa polni gostinitsa ham zo'r qilamiz, a? Bugunmi? Bugunning o'zidami? Bugun dam olaylik. Ertaga. A? Lekin sen oshxonada ovqat pishirib berishing bor. Menga yo'q. Aha. Ozodga ovqat pishirtiramizmi yo'qmi? Go deb yozib yuboringlar. Agar 200 ta odam yozsa, men ovqat qildiraman bunga. Bugun storylar qo'ymaganimga dam oldi deb o'yladinglar. O'rtoqlar, sizlar uchun zo'r videolar olganman. Hozir bo'lsa biz Nyanchanni shahariga ketyapmiz. Kechki Nyanchanni sizlar bilan yondiramiz. Videolar zo'r chiqishini Ibrohim kafolatlaydi. Man? Sen javob bermaysanmi? Ha, video olishmi? Ha, sen videoni saqlasan. Xullas biz Nyanchanga ketdik. Go! Vyetnamda futbol o'ynayman.